Assalomu alaykum vatandoshlar. Yana navbatdagi darvozamizni o'z joyiga olib kelib ustanovka o'rnatib berdik. Bu darvozamiz Andijon viloyati Bo'z tumaniga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz 2 arkali sharmanka darvoza. Razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 3.5, bo'yiga 3.40 razmeriga olib kelib, o'z joyiga olib kelib ustanovka qilib, dastavka ustanovkasi bilan olib kelib o'rnatib berdik. Bu darvozamiz materiali 6x4, 1,5 stenkada. Listlari buruvchilik sharmanka listdan qilib, kraskalariga 2 yil garantiya berib, mana o'z joyiga olib kelib o'rnatib berdik. Zamogimiz zubur zamog. Darvozamiz tagiga mashina o'tganda o'sha qachaqlanib ketmaslik uchun shivillar qo'yib berdik. Tagiga stoykalari 8x8 mana. Darvozamizni mana arqonchasiga qo'yilgan. 3 kirlarni o'rta denasiga terib berganmiz mana. Bu darvozamiz 1 kvadrat metrini 770 ming so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Dastavka ustanovkasi ichida. Darvozamiz ochib turgan holatlarini ham bir attestlarni ko'rsatib qo'yamiz. Mana obunachilar, vatandoshlar, darvozamiz ochib turgan holat, attestlari joyida olib kelib ustanovka qilib berdik. Darvozamiz orqa tarafi zatorini tashqariga qilib o'rnatib berdik. Darvozamiz orqa tarafi. Mana vatandoshlar, orqamiz orqa tarafi. Kimga kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Yurtdoshlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasi ichida kelishilgan narxlarda 1 kvadrat metri 500 ming so'mdan 2 milliongacha darvozalarimiz bor. Like'larni bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar.